Chaqalonni cho'miltirganingizda bu xatolarga yo'l qo'ymang. Ichini ixtiraman deb juda ham sovuqroq suv qivarsangiz, kasal bo'lib qolmasin deb juda ham issiq suv qivarsangiz. 37 dan 40 gradusgacha bo'lgan suvda cho'miltirsangiz kifoya. Bolani cho'miltirayotganda faqat bolalar sovunidan ishlating va sovunni ham har cho'miltirganda ishlatish shart emas. Bir haftada bir marta ishlasangiz yetadi. Uzoq cho'miltirsangiz ham bo'lmaydi, chunki suv sovib qoladi va bola muzlab qolishi mumkin bo'ladi. Cho'miltirib bo'lganingizdan keyin har gal qulog'ini tozalash shart emas, chunki qulog'i oqadigan bo'lib qolishi mumkin. Cho'miltirib bo'lganingizdan keyin sochiqda artayotganingizda ishqalab artmang. Prosta sochuv yumshoq sochuv bilan badanini bosib quritishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa burunli sohalar. Chaqalonni cho'miltirganimizda boshini yuvishni eng oxiriga qoldiring. Birinchi boshini yuvasangiz, bosh sohasi muzlab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz yuqorida aytilganidan qaysi xatoni qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring va bu videoni chaqalog'i bor dugonalaringizga jo'natib qo'ying.